Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Andijonda Bog' Shamolda joylashgan Tandir oilaviy restoraniga yetib keldik. Mijozimiz qurilishlarni tezroq bitirish maqsadida bizning Bertus Group sandwich panellarini tanlashdi va hamma muammolarga birdaniga yechim qilishdi. Nimalarga yechim qilganliklari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, panellarimizni qo'ygan paytda patologiya, tom qismi hamda issiq sog'liqni saqlash uchun o'tibli qismlarni birdaniga bitirishgan. Ko'rishlari mumkin, shu qurilish binoyimizni bir haftaga qolmasdan bitirib tayyor holatga keltirishgan. Sandwich panellar nafaqat xolodilnik bino qurilishlarida, balki mana bunday kichik so'ri naveslari, restoran, kafelar uchun ishlatish imkoniyati ham mavjud. Sandwich panellarni qurilishda ishlatishlarining sabablarini aytib o'tadigan bo'lsam, qurilish loyihamizni 5-6 barobarga tezlatib beradi va o'tiblik, patolog ham tom qismlarni birdaniga bitgani uchun aynan sandwich panel mahsulotlaridan qurilish qilishni tanlab kelishmoqda. Ko'rishlari mumkin, binolar qurishlari hali to'xtagani yo'q, davom etib kelyapti. Panellarimiz ham yetib kelgan, yangi qurilishimiz yaqin kunlarda bitish arafasida bemalol oilaviy kelib dam olib ketishlari mumkin. Manzillarni opisiyaniyada qoldiraman.